Assalom. Siz Qo'rquv olami kanalidasiz. Bugungi videomiz SCP-001 prototip haqida bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. SCP-001 prototip SCP jamg'armasi tashkil topishdan avval bo'lgan anomaliya. İlk bor tog'li hududlarda va qishloq yomg'irlarida ko'rishgan. U juda xavfli anomaliya bo'lib, o'zidan juda kuchli quvvat tarqata oladi va og'zining ichida ulkan ko'zlari bor. Bugungi videoda biz ushbu anomaliya qanday qilib SCP jamg'armasidan qochib ketgani haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz yana bir bor boshladik. Doimgidek kun agent doimgidek o'z ishini qilyapti, kanallarni aylantiryapti va kameralarga qarayapti. Birdan SCP-001 turgan kamera biroz g'alatilashdi. Qora fon, ekran tiniq bo'lmay qoldi. Biroq chiziqlar tortildi, signal yaxshi chiqmay qoldi. U hayron bo'ldi. Keyinroq qolgan anomaliyalarda ham shunday bo'ldi. Keyin esa ba'zida butunlay chiroq o'chdi. U hayron bo'ldi. Ba'zida xavfli anomaliyalar yo'q edi. Faqatgina SCP-001 bor edi. Birdan chiroq o'chib qoldi. U chiroqni yoqish kerak edi va yo'lak tomon, asosiy elektr toki tomon yurdi. U o'yladi, qanday qilib SCP-001 bu ishni qila olardi. Chunki u metal, aniqrog'i titan qopqoq ichida edi. Titan esa uni tashqariga chiqishga majbur qilmas va elektr tokini o'tkazmas edi. Bu g'alati narsa edi. U bundan hayron bo'ldi va biroz qo'rqdi. Nahotki u tashqariga chiqqan bo'lsa-ya deb o'yladi ichida o'ziga o'zi. Lekin u bundan ham dahshatliroq narsani kutayotganini bilmas edi. U yo'lda borarkan ayrim soqchilarni ko'rdi. Lekin ular biroz g'alati tutdi o'zlarini. Ular har doimgidek atrofni qo'riqlashar va ishlashar edi. Ular ham nima uchun tok o'chganini bilmas edi. Saraf shunday ediki, ular bu g'alati voqealarning hammasini biladigandek, ya'ni tok o'chishini oldindan bilgandek. Go'yoki ular ham o'zlarini anomaliyadek tutdi. Lekin xodim bunga qat'iy qaramadi va unchalik ham e'tibor bermadi. Shunchaki yo'lida davom etdi. Yo'lida yurayotganida jirkan shilimshiqqa duch keldi. Bu qanday shilimshiq dedi. Bu inson go'shti, aniqrog'i chirigan inson go'shti edi. U hayron bo'ldi. Go'shtni tezda bu holatga keltirish uchun eng kamida 10,000 volt kerak bo'lardi. U nahotki SCP-001 ozodlikka chiqqan bo'lsa dedi va yugurdi. Lekin yugurayotgan paytda orqasidan juda kuchli energiya keldi va uni darhol halok qildi. Shu payt SCP jamg'armasidagilar 5-kengashning qarorini kutib turishardi. 5-kengash ularga quyidagicha javob berdi. SCP-001 avvalgidan ancha xavflilashdi va u kuchi ortdi. U hattoki titandan ham qochib ketishni o'rgandi. Endi u juda xavfli anomaliyalardan biri. Uni agar qo'lga olinmasa, zarurat bo'lsa ushbu anomaliyani yo'q qilish kerak. Ushbu anomaliya hozirda qayerda bo'lishi noma'lum, lekin u bizning 27-bazamizni to'liq qonli vayron qildi. U yerdagi anomaliyalar tirik, ishchilarning ko'pi ham tirik. Lekin SCP jamg'armasi binosi qattiq zarar ko'rgan. Bir narsani unutmang, iltimos, tok bor tomonga qarab yurmang.